Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang ko'rsatuvi siz bilan Nigora Karimboyeva. Barchangizga sihat, salomatlik tilagan holda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun biz dasturimizda zamonaviy jarrohlik amaliyoti hisoblangan bariatriya haqida gaplashamiz. Bu amaliyot semizlikdan xalos bo'lish uchun yechim sifatida taklif etilmoqda. Mehmonlarimiz Xalqaro Surjimiyat klinikasi mutaxassislari. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni joyingizni egallashingiz mumkin. Bugungi dasturimiz ekspertlari bilan tanishing. Ruslan Yunusov, oliy toifali jarroh. Bekzod Fayzullayev, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali jarroh laparoskopist. Marina Yeryomenko, oliy toifali jarroh. Stanislav Mujikov, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali jarroh onkolog. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Telegramda ham maxsus chat siz uchun ishlamoqda va bugun suhbatimiz bariatrik xirurgiya haqida ketadi va suhbatni boshlashdan avval biz mehmonlarimizga yuzlanmoqchimiz. Demak, Marina va Stanislav Rossiyadan kelishgan. Еще раз здравствуйте. Добро пожаловать. Мы рады, что сегодня вы нашли время, чтобы присутствовать на нашей программе. Я бы хотела спросить, вот вы несколько лет уже работаете с нашими врачами, делаете операции, но в свободное время смогли ли вы увидеть красоту Хивы? Конечно. Вы успели? Да. И как вам? Узбекистан — это очень гостеприимная страна. Нам очень нравится теплый прием, как в Ташкенте, в Хиве, так и в Ургенче, Хорезме. А вам? Богатая, уникальная история. Сумасшедшее гостеприимство, великолепная кухня, шикарные люди. Все это создает условия для того, чтобы прилетать сюда вновь и помогать жителям получать качественную медицинскую помощь. Просто по энергетике, скажем, Ташкент и Хива очень отличаются, поэтому я спрашиваю, потому что когда мы бываем в Хиве, ну, это сказка. Я надеюсь, вам нравится действительно так, как вы говорите. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, suhbatimizni boshlaymiz va birinchi savol bilan sizga murojaat qilaman. Bariatriya bu semizlikning ma'lum bosqichlarida amalga oshiriladigan operatsiya. Aytingchi, semizlikdan xalos bo'lishga harakat qilish qanchalik muhim? Semizlik o'zi aslini olganda qandaydir holatmi, kasallikmi, undan qutulish kerakmi o'zi yoki unga ko'nikib yashash kerakmi? Rahmat. Semizlik o'zi hozirda bu butun dunyodagi eng ko'p tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat bemorlar uchun, aynan tibbiyot xodimlari uchun ham bir muammo hisoblanadi. Nima uchun tibbiyot xodimlari uchun ham muammo? Chunki aynan semizlik bor bo'lgan bemorlarda somatik kasalliklarni ko'p uchrashi kuzatiladi. Ya'ni semizligi bor bo'lgan bemorlarda yurak, qon tomir tizimi kasalliklari, nafas olish tizimi kasalliklari va shu bilan birga tayanch harakat tizimi kasalliklari ham ko'p uchrashi bilan ta'riflanadi va bularning juda ko'p asoratlari, rivojlanish holatlari aynan semizligi bor bo'lgan bemorlarda ko'p uchrashi bilan farqlanadi. Shu nuqtai nazardan semizlik bu bemorlar uchun ham, tibbiyot xodimlari uchun ham kurashishi lozim bo'lgan, oldini olinishi lozim bo'lgan patologik holat hisoblanadi. Aslida olganda, misol uchun bir necha yillar avval, deylik 10 yil avval bariatriya haqida bilmaganimizda O'zbekistonda hamma sport orqali, dieta orqali, qandaydir xatti-harakatlar orqali ozishga harakat qilardi. Ya'ni tabiiy yo'l bilan deylik. Hozir mana shu yo'nalish rivojlandi. Ko'plab klinikalar bu amaliyotni o'tkazishyapti. Hammani o'zini yo'nalishi bor. Taklif qilinyapti mana shifokorlar boshqa davlatlardan. Lekin baribir misol uchun men inson sifatida bu narsaga sal boshqacharoq qarayman. Bunda o'ylab ko'raman. Tarozini ikki pallasi deydi-ku. Demak, hozir insonlarga ancha oson bo'lib qoldi demoqchiman. Harakatsiz bir pasda ozib olish. Bunga nima deysiz?
To'g'ri aytyapsiz. Ko'pchilikda bu operatsiya bo'yicha fikrlar har xil, yaxshi va yomon. Bunga sabab aynan shu operatsiya haqida to'liq ma'lumot yo'qligi yoki bo'lmasam aynan semirish, ya'ni semizlik haqidagi semizlikning nojo'ya holatlari, ya'ni semizlik oqibatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklar haqidagi ma'lumotning yo'qligi sababli bu operatsiyalarga insonlarning qarashi, intilishi o'zgaruvchan hisoblanadi. Aha. Demak, kimdir buni yaqqol tanlaydi, kimdir qarshi chiqadi. Aynan shu bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishligi bu juda ham muhim hisoblanadi. Aynan operatsiyani qulayligi, operatsiyadan keyin misol uchun juda ko'p xastaliklarning asoratlarini oldini olish mumkinligi bu operatsiyani o'zini demak, pluslari ko'p. Pluslari ko'p. Texnik bajarilishi jihatdan ham osonligi sababli bu operatsiyani ustunligini ta'minlaydi. Mana xalqimizning orasida eng ko'p uchraydigan gapni aytaman. Oshqozonni yarmini kesib olib tashlasa, odam keyin sog'lom hayotga qayta olmaydi, deyapti juda ham ko'pchilik. Chunki so'raymiz-ku tanish bilishlarimizdan, har bir organni o'zini joyi bor, o'zini o'rni bor, o'zini funksiyasi, vazifasi bor va shundan keyin odam albatta yarimta bo'lib qoladi. Deyarli invalid bo'lib qoladi degan insonlar ham yo'q emas. Shuning uchun keling jarrohlik amaliyoti haqida biroz tushuncha berib o'tsak. Siz gapirasizmi yoki hamkasblaringiz? O'zi umuman bu jarrohlik amaliyoti turlari, bajarilish texnikasi va ko'rsatmalari turli xil. Endi bu har bir bemorning holati bo'yicha kelib chiqib operatsiyaga ko'rsatma qo'yiladi. Menimcha operatsiya turi, bajarilishi haqida shu hamkasbimiz Behzod Bahromovich ma'lumot berib o'tadilar. Marhamat, demak, turlari haqida gaplashamiz. Qanday turlari mavjud va qaysi insonlar qanday turini tanlaganlari ma'qul? Endi operatsiyalar turlarini kelsak, operatsiya o'zi bariatrik operatsiyalarning turlari juda ham ko'p. 40 ga yaqin turi bor. Asosan bu guruhga agar guruhga bo'lsak, bu turlarni ham guruhga bo'lsak, 3 ta guruhdan iborat. Ya'ni restriktivniy deydi, ya'ni shu ovqat iste'mol qilishni kamaytirishga yo'naltirilgan shuntiruющий deydi, ya'ni shuntlash amaliyotlari. Bularda shu iste'mol qilgan ovqatni ham, ya'ni so'rilishini deydi, ya'ni shuni kamaytirishga yo'naltirilgan turi и kombinirованный deydi, ya'ni aralash turlari mavjud. Operatsiyalarni endi operatsiyaga kelsak, operatsiyalar bular laparoskopiический bajarilgandan keyin, ya'ni laparoskopiya bu o'zi operatsiyalardan keyin, bunday operatsiyalardan keyin, bariatrik operatsiyalardan keyin bemorlar tez oyoqqa turib ketishi uchun reabilitatsiya deydi, ya'ni bu operatsiyadan keyin bu bemorlar tez oyoqqa turib ketadi. Reabilitatsiya talab qilinmaydi bunday bemorlarga. Lekin bu yerda savol tug'iladi-da, mana reabilitatsiya kerak emas deyapsiz. Oddiy misol uchun o'sha tomog'imizdagi glandidan xalos bo'lsak ham baribir reabilitatsiya kerak. Bunda o'ylab qarasangiz, juda ham kichkina bir narsani olib tashlaganda, bu yerda kerak emas deyapsiz. Demak, operatsiyani ertasi kuni bemor bemalol oyoqqa turib ketadi. Operatsiyani ertasi kuni bemalol oyoqqa turib ketadi и ertasi kuni suv, ya'ni suyuqliklar iste'mol qilib o'zi bemalol turib yurib, harakatda bo'laveradi. Ya'ni bu operatsiyadan keyin bu bemorlarimiz o'zi shu shifoxonada, ya'ni shu klinikada qolishlari ham o'zi 1 kun, 2 kunda uylariga ruxsat beriladi bu bemorlarga. Tashakkur. Hozir hamkasbingizdan ham so'rab ko'ramiz. Станислав, я задала такой вопрос. Во-первых, мы говорим о видах операций, потому что там несколько видов, и, на мой взгляд, это все индивидуально, когда выбирается, какого вида должна быть операция. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ваш коллега говорит, что буквально не требуется реабилитации. Вы с этим согласны? Очень важный подход в лечении бариатрических пациентов – это максимально ранняя активизация пациента. Чем раньше пациент вернется к привычному, обычному образу жизни,
тем более незаметно для него будут происходить те изменения пищевого поведения, которые ему предстоят пройти. Ранняя активизация пациента, работа по принципам fast-track, по принципам быстрого пути – это гарантия отсутствия грозных хирургических осложнений, таких как нозокомиальная инфекция, внутрибольничная пневмония, тромбозы, и прочие другие осложнения, которые появляются от лежания пациента. В России мы пришли уже давным-давно к тому, что у нас пациенты в клинике проводят в среднем меньше 24 часов. Не с момента операции, а с момента госпитализации. А после операции разъезжаются по домам, иногда даже за рулем, через 12 часов после операции. Как будто зуб удалили. Практически. И 5 лет назад, начиная работу с хирургами Хивы в клинике SurgiMed, у нас получилось наладить такую же работу. И пациенты не нуждаются в длительной реабилитации. То есть ты приехал, получил услугу, и на следующий день уехал домой, получаешь результат. И мало того, это еще и залог меньших хирургических осложнений, внутрибольничных осложнений. Что касается количества операций, да, действительно, их большое количество, признанных более 40, 3 вида я услышал, были названы шунтирующие, комбинированные, рестриктивные. Какие-то из этих операций носят исторический характер, но некоторые из них являются золотым стандартом. Самая популярная операция в мире сейчас удерживает на протяжении уже последних 5 лет, в зависимости от страны, в которой выполняется, проценты разные, но однако самая популярная – это продольная рукавная резекция, она же слив-резекция, слив по-английски рукав. Вторая по эффективности операция, выполняемая, к примеру, в России в 30% случаев всех бариатрических операциях, в Израиле 90% случаев. То есть вторая по популярности в мире – это комбинированная операция мини-гастрик байпас, мини-желудочное шунтирование, либо шунтирование с одним анастомозом. Это все синонимы. Что нужно знать пациенту, который идет на бариатрическую операцию, идет на консультацию? Он должен консультироваться в той клинике с теми докторами, которые владеют всем спектром операций, чтобы доктор ни в коем случае не навязывал ту единственную операцию, которую он освоил. И только индивидуальный подход, выбор вместе с пациентом, с конкретным пациентом является залогом успеха, потому что уникальной операции нету. Каждая операция является индивидуальной для каждого пациента. Сейчас вы озвучили несколько видов и самые популярные. А каким видом операции пользуетесь именно вы? Абсолютно всеми, в зависимости от показаний. Я просто слышала, что у вас есть свой метод. Изначально бариатрические операции не являются такими простыми, как мы сейчас о них говорим, что это хирургия одного дня. Наши европейские коллеги на съезде, помнится, 2 года назад в Санкт-Петербурге по телемедицине мы общались, 30% ревизионных операций, то есть каждый 3-й пациент едет повторно в операционную с риском каких-то неприятностей, что что-то произошло. То есть сами по себе эти вмешательства, они достаточно опасны в классическом исполнении. И еще с 2011 года я и мой руководитель, впоследствии мой ассистент Марина Юрьевна, начали искать пути решения, как добиться, сделать так, чтобы эти операции были абсолютно безопасными. И мы смогли это сделать. Мы получили море патентов, сделали эти операции абсолютно безопасными, и поэтому можем работать с нашими пациентами по принципам fast-track, когда они находятся в клинике всего лишь сутки, потому что знаем, что нашим пациентам ничего не угрожает. То есть это действительно как удалить зуб. И клиника SurgiMed, Бигзот работают именно по нашим принципам, которые мы сформировали, и пользуются нашими методиками. В мире считается невозможно, но конкретно вот эту операцию, которая сейчас на слайде, продольная резекция желудка, мы можем выполнить через один прокол, через пупок. В Ташкенте есть пациенты, которым мы выполнили однопортовые операции. Косметический эффект, конечно же, феноменальный. Отсутствуют какие-либо шрамы. Но это очень важно, да. Я думаю, особенно для женщин это важно, потому что у мужчин, может быть, не так заметно, а у женщин, да. Многие в России идут за однопортовой операцией,
желая получить максимальный косметический эффект. Это тоже наша индивидуальная наработка. Эти наработки мы вносим в клинику, и радует, что доктора с успехом осваивают и выполняют самостоятельно данное вмешательство. Благодарю за ответ. Suhbatimizni davom ettiramiz. Bu operatsiya faqat semizlikdan xalos bo'lish uchun bajariladimi yoki uni boshqa sabablari ham bormi? Bu operatsiyalarda nafaqat semizlik, balki qandli diabet kasalligida ham qo'llaniladi. Faqat ularda o'zini qo'llanish, ya'ni shuntirish operatsiyalar deb ataladi. Bular aynan qandli diabetni davolash, uni regressiya qilishga erishish maqsadida bajariladi. Semizlikni davolashdan tashqari qo'shimcha sifatida shular qo'llaniladi. Endi qaysi operatsiyaning qo'llanilishi aynan shu bemorda mavjud kasallikni davolash va shu kasallikdan boshqa, ya'ni boshqa kasalliklar asoratligi mavjudligi yoki o'tkaziladigan operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar bor yoki yo'qligi bilan baholanadi. Mana hozir qarshi ko'rsatmalar deyapsiz. Demak, har bir inson jarrohlik amaliyotidan avval tekshiruvlardan o'tadi. Keling, mana shu tekshiruvlar bilan teletomoshabinlarimizni tanishtirib o'tsak, chunki tekshiruvlardan keyingina siz ayta olasiz, mana shu operatsiyaga sizga ruxsat berildi yoki berilmadi deb. Va vazn haqida ham gapirib o'tsangiz, qanday vazngacha mumkin emas? Chunki yaqinda eshitdim, dugonam 82 kilogramm bilan shifokorga borganda xirurg rad javobini bergan, chunki bunday vaznda amaliyot o'tkazmaymiz deyilgan. Demak, birinchi o'zi umuman semizlikda qaysi vaznda operatsiyaga ko'rsatmalar bor degan savolga aniq javob beradigan bo'lsak, semizlikni mana tasdiqlangan, hozir endi zamonaviy tibbiyot dalillarga asoslangan va o'zi davolash tadbirlari barchasi bu o'sha klinik protokollar bo'yicha belgilangan holatda bajariladi. Bularda ko'rsatma bo'yicha semizlik 2-3 darajalarida xirurgik yo'l bilan davolash ko'rsatma hisoblanadi. Endi biz bilamizki, semizlikda juda ham ko'p asoratlar rivojlanadi, ya'ni yurak qon tomir tizimi kasalliklari, boya ham aytib o'tdik, nafas olish tizimi kasalliklari, tayanch harakat tizimi va hokazolar. Agar 2-darajali semizlikda ham operatsiyaga ko'rsatma bo'lishi, ya'ni bu degani 2-darajali semizlikda ham operatsiya bajarilsa, rivojlangan asoratlarni regressiyasiga olib kelishi kuzatilsa, bu уже 2-darajadan boshlab xirurgik yo'lni qo'llash mumkinligini belgilaydi. Semizlikni klassifikatsiyasida, ya'ni semizlikni belgilashda o'zi umuman tibbiyotda qabul qilingan bu tana vazn indeksi formulasi qabul qilingan. Bunda tana vazni bo'y kvadratiga bo'linadi. Demak, mana slaydda shuni ko'ryapmizmi? Semizlik darajalari. Darajalari mana slaydimizda ham ko'rsatilyapti. 25 indeks massa teladan, ya'ni tana vazni indeksidan keyin 29-9gacha ortiqcha vazn va 30dan 1-darajali semizlik boshlanishi belgilangan. Mana shu tablitsa bo'yicha qaysi darajadan siz jarrohlik amaliyotiga olishingiz mumkin? 2-darajadan. Demak, 68-9 agar mana bu birinchi ortiqcha vazni birinchisi, semizlik 2-daraja. Ha, mana tushunarli endi. 92. Demak, har bir insonni o'sha bo'y o'lchami bilan tana vazni bo'y o'lchami kvadratiga bo'linadi. Tekshiruvlar haqida batafsil aytsangiz. Tekshiruvlar haqida boya aytdim, klinik protokollar bo'yicha har bir operatsiyadan oldin o'zini standart tekshiruvlari bo'ladi. Ya'ni shunga shu operatsiyani o'tkazish bo'yicha qarshi ko'rsatma bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida asosan bular qon tahlillari, umumiy qabul qilingan kengaytirilgan qon tahlillari, qorin bo'shlig'i ultratovush tekshiruvi, oshqozon 12 barmoqli ichak endoskopik tekshiruv bajariladi. Agar bemorda u yoki bu tizim asoratlangan bo'lishi yoki boshqa tizim a'zolari kasalliklari mavjud bo'lganda, yondosh mutaxassislarni ko'riklari albatta zarur bo'ladi. Endi bu aynan alohida bir bemor konkret holat bo'yicha
belgilanadi ko'rsatmasi. Tashakkur, biz bir necha soniyadan keyin davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda reklama. Xalqaro Surjimet klinikasi mamlakatimizdagi yirik klinikalardan biri bo'lib, o'z faoliyatini 3 yildan beri Xorazm viloyatida xalqimiz salomatligini tiklashda o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Surjimet klinikasida barcha yo'nalishlarda yurtimiz vrachlari bilan bir qatorda Rossiya va Qozog'istonlik vrachlar xalqimiz salomatligini tiklashda yelkama-yelka ishlab kelishmoqda. Bizning klinikada tibbiyot turizmi orqali yiliga 100 dan ortiq chet el fuqarolari ham har xil turdagi tibbiy yordam olib kelishmoqda. Surjimet klinikasida turli xil mutaxassisliklar bo'yicha Yevropa standartlari asosida yangi operatsiyalar va davo muolajalari tatbiq qilib kelinmoqda. Klinikamizda siz urologik, ginekologik, xirurgik, travmatologik va ortopedik, neyroxirurgik, onkologik, otorinolaringologik, stomatologik, plastik jarrohlik, qon tomiri jarrohi, kardiologik, nevrologik xastaliklar bo'yicha operativ va konservativ davo muolajalarini qabul qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, barcha muolajalar kam invaziv laparoskopiya, artroskopiya, torakoskopiya, gisteroskopiya, endourologiya va lazer texnologiyalarida bajariladi. Bundan tashqari, vohamizda birinchi bo'lib bepushtlikni davolashga ixtisoslashgan birinchi EQ markaz to'liq ishga tushirildi va tez fursatda ko'plab oilalarga farzandli bo'lish baxtini ulasha boshladi. Surjimet, xalqimiz salomatligi markazi. Manzil: Xorazm viloyati, Urganch shahri, Al-Xorazmiy ko'chasi 96A uy. Murojaat uchun telefon 62 227 70 26. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang ko'rsatuvi davom etadi va biz bariatrik jarrohlik amaliyoti haqida suhbatlashyapmiz. И следующий вопрос, наверное, адресован вам, потому что мы говорили до этого, какие анализы должен сдать пациент при подготовке к операции, через что он должен пройти, чтобы хирург сказал свое «да». Вот хирург сказал свое «да», а что дальше? В предоперационной подготовке самое важное – это принятие пациентом решения, что он готов изменить свою жизнь. А дальше назначается комплекс предоперационных анализов, включающих анализы крови, анализы мочи, рентген легких. Из специфических исследований это будет УЗИ брюшной полости, гастроскопия. Иногда назначается противоязвенная терапия, чтобы подготовить пациента слизистую желудка к оперативному вмешательству, а также консультация психолога и эндокринолога. То есть ничего такого сложного, заморачивающего пациента в принципе нет, но наверняка есть противопоказания. Вот пришел пациент, говорит: хочу похудеть, уберите мне полжелудка. А нет, нельзя. Почему? Противопоказаниями у нас являются алкоголизм, наркомания, психиатрические расстройства, также иногда некоторые декомпенсированные состояния сердца, сосудов, заболевания хронические. Болезни крови, предположим, какие-то инфекции сложные, да? Все, что является противопоказанием к выполнению комбинированного эндотрахеального наркоза. Просто ваш коллега сказал до этого, что этой операцией можно, в принципе, излечить сахарный диабет. Ну, то есть в какой-то степени, да, предположим. А если у человека есть этот сахарный диабет, не все хирурги же берутся. Бариатрическая хирургия для этого и придумана, для лечения сахарного диабета. Мы не смотрим на компенсацию сахарного диабета на момент операции. Пациенту показана именно бариатрическая хирургия. Пациент попадает либо в стойку полную ремиссию, либо в нестойку неполную ремиссию. В любом случае ему будет лучше, будет снижаться дозировка препаратов. Пациенты уходят от инсулинов, переходят иногда на пероральные таблетки, да, препараты, иногда полностью от них отказываются. Давайте уточним, это какой тип диабета? Второго типа. Только сахарный второго? Диабет второго типа. Чтобы не было никакой путаницы, мы говорим второй тип диабета. И очень интересно, какой процент людей в России прибегает к этой операции? У нас, например, я вас перебью, у нас бум.
Вот лишний вес, и все бегут сразу делать операцию. У нас очень распространена бариатрическая хирургия, как для снижения веса, так и для лечения сопутствующих заболеваний. Пациенты делятся на две группы. Одни, которые скрывают выполнение хирургического вмешательства, вторые, которые открыто это афишируют и не стесняются говорить о своем методе и результатах. Потому что я тоже знаю таких людей, которые скрывают. Что нового сейчас вообще в этой отрасли? В принципе, вы рассказали все методы, но, может быть, мы что-то забыли? Бариатрическая хирургия не стоит на месте. Каждый год специалисты пытаются внедрять новые методы лечения, модернизировать старые, чем занимаемся непосредственно и мы. Проблема ожирения, к сожалению, проблема растущая. Любая конференция бариатрическая начинается с одних и тех же слов. Ожирение, пандемия 21 века. Ну, логично предположить, раз растет количество пациентов с ожирением, растет и количество бариатрических операций, пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении, становится все больше и больше. В 2018 году в России компания «Альфа-страхование» в системе ОМС опубликовала достаточно жуткие данные, что государство тратит огромную сумму денег, там порядка, по-моему, на тот момент 20 миллиардов рублей, на последствия лечения ожирения. А это инсульты, инфаркты, сахарный диабет, ампутации, это необходимость протезировать тазобедренные суставы, коленные и прочее другое. И смысл был озвучить следующую информацию. Если бы этим пациентам была ранее оказана бариатрическая помощь, то они остались бы полноценными людьми, они не нуждались бы в этом лечении, приносили бы пользу себе и государству. И в 2019 году появляются национальные рекомендации Российской ассоциации эндокринологов о необходимости бариатрических операций пациентам с ожирением и сахарным диабетом второго типа. То есть мы сейчас говорим не о мнимых результатах, а о доказательной медицине. Сахарный диабет второго типа во всем мире признан хирургическим заболеванием. И некоторые из наших операций, позволяют уйти пациентам в стойкую полную ремиссию, как сказала Марина Юрьевна. То есть как будто бы человек выздоровел. Он отказывается от сумасшедших дозировок инсулина, он отказывается от пероральных приемов препарата, он возвращается в комфортный для него вес, что, по сути дела, это просто бонус. Глобально он проживет дольше, лучше, ему не ампутируют ноги, он будет хорошо видеть, не будет полинейропатии, всех тех ужасов, которых боятся пациенты с сахарным диабетом. И надо понимать, что бариатрическая хирургия, вот, обладая такими данными, это хирургия не эстетическая, не ради красоты уменьшить талию. Это хирургия, которая позволяет прожить более длительную и более полноценную жизнь. Это та хирургия, которая может помочь человеку прожить дольше, со своим внуком играть в футбол на своих ногах, быть абсолютно здоровым человеком. Я так поняла, вот сейчас вы рассказали, что можно практически вылечить сахарный диабет, что эта операция может даже прослужить какой-то профилактикой, неким заболеванием. Как я уже сказал, да, вот инсульт, инфаркт и диабет. Все правильно. Отталкиваясь от презентации, которую я озвучивал уже, если сейчас зайти в любое кардиохирургическое отделение, большая половина пациентов там будут пациенты с ожирением и сахарным диабетом. То есть все атеросклеротические изменения сосудов сердца, которые привели их на необходимость шунтирования, коронарного шунтирования, это пациенты изначально, которые просто были с ожирением, а потом у них просто появился сахарный диабет. И холестериновые бляшки. Соответственно, да, то есть ожирение – это такой вот первый пинок, который с возрастом будет как ком наворачивать неприятности в жизни человека. И если пациент прооперируется, придет вовремя к бариатрическому хирургу до развития грозных спутников ожирения, такого как сахарный диабет второго типа, можно обойтись самой безопасной операцией, а в наших руках еще и в прямом смысле самой безопасной. Продольная резекция желудка, та операция, которая является абсолютно популярной сейчас во всем мире. То есть при отсутствии декомпенсированного сахарного диабета операция выбора может быть то вмешательство, которое позволит остаться абсолютно полноценным
И если ты эту операцию сделал через пупок, то никто в мире никогда не узнает, что у тебя была бариатрическая операция, а ты просто будешь стройным и счастливым, и здоровым, что самое главное. Отличная речь, благодарю. Я надеюсь, что каждый телезритель, который задумался об этой операции, все-таки к вам прислушивается. А теперь я хочу обратиться ко всем вам, потому что этот вопрос очень важен. Demak, keyingi savol bilan barchangizga murojaat qilaman va o'ylaymanki, javob berishga harakat qilasiz. Demak, operatsiya tasdiqlandi. Jarrohlik amaliyoti deylik, mana ertaga o'tkazilishi kerak. Bemor hamma tekshiruvlardan o'tdi va undan keyin amaliyotga kirgandan keyin nima bo'lishi haqida hech kim bilmaydi, bu hammaga qiziq. Chunki hozir mana hamkasbingiz aytganlaridek, xuddi tish olib tashlagandek o'tkazyapmiz, juda yengil o'tyapti deyaptilar. Lekin aslida-chi ichkarida nimalar bo'ladi? Nimalar bo'ladi? Endi operatsiyani aytib o'tganimdek, laparoskopiya deydi, ya'ni birinchi diagnostik laparoskopiya qilib ko'ramiz. Bemorda endi bularda semizlik bo'lgandan keyin shu bizga ko'rinib turgan shu laparoskopiyada, diagnostik laparoskopiyada ko'rinib turgan a'zolarda yana bir marta shunga nima qilamiz? Mana jarayon qanday o'tadi? Chunki jarayon ba'zilar o'ylaydiki, shunday oshqozonni xirurg kiradida yarmini chopib tashlaydi deydi. Ba'zilar buni tushunyapti. Misol uchun hozir bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarimiz o'rtasida kimdir o'ylanib qolganda, qildiraymi, yo'qmi, boraymi, murojaat qilaymi? Shuning uchun mana shu jarayonni ko'rsatib, tushuntirib o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Endi jarayon shu oshqozon olsak, hozir bu yerda agar shuntirovание qiladigan bo'lsak, ya'ni shuntlash amaliyotini bajarajak bo'lsak, mana shu oshqozon pouch deydi, ya'ni kichkina oshqozon hosil qilinadi-da, so'rilishni kamaytirish uchun bemorni bo'yiga qarab ichak deydi, o'lchanadi, 2 metr ichak o'lchanadidan shu akkab o'sha kichkina bizni yaratgan oshqozonimizga ulanadi. Bu shuntiruющий operatsiya hisoblanadi. Bu yerda ya'ni iste'mol qiladigan narsasi ham kamayadi bemorni. Shu so'rilish ham kamaytiriladi. Ya'ni shu ozgina iste'mol qilgan ovqati ham so'rilish kamaytirilib, shu 2 metr ichakimiz ovqat hazm sistemasidan o'chiriladi. Shuni hisobiga bemorda ozish ham kuzatiladi va ozish qandli diabet bor bemorlarda shu qand miqdori ham tushadi. Mana qarang, operatsiyadan oldin oshqozonni hajmi qanday bo'ladi? Mana semiz insonni oshqozonni hajmi necha litr bo'ladi? Endi hammadan har xil bo'ladi. U oshqozonni hajmi. Mana 90 kilogramli inson deylik, bo'yi unaqa baland emas. Oshqozonining hajmi necha litr bo'ladi? Endi men oshqozon bu biz bilamiz anatomik kavak a'zo hisoblanadi. Ya'ni bu ichki sig'imi o'zgaruvchanlik bo'lishi bu ichidagi. Men bu savolni nimaga beryapman? Chunki operatsiyadan keyin juda ham kichkina hajm qoladi deyaptilar-da, o'shanga so'rayapman. Necha foizi ketadi, necha foizi qoladi, nimani? 70-80% ketadi oshqozon. Mana endi tushunarli. Demak, qanday hajmda bo'lishidan qat'iy nazar, hajmi ahamiyatga ega emas. Demak, 20% qolganda 20% qoladi. Inson kamroq taom iste'mol qiladi. Hajm kichrayadi. Hajmi kichrayadi faqat. Shuni hisobiga inson ozishni boshlaydi. Operatsiya qancha vaqt davom etadi? 40 minut, o'rtacha 40 minut 1 soat davom etadi. Qanday narkoz qilinadi? Umumiy og'riqsizlantirish narkozi. Umumiy. Ana endi yuqorida aytgan o'sha reabilitatsiyaga yana qaytamiz. Chunki hammani ahvoli har xil bo'ladi. Kimdir diabet bilan kelgan bo'ladi, kimdir juda ham katta vazn bilan kelgan bo'ladi. Chunki hattoki 200 dan oshgan, 200 kilogramdan oshgan vaznli insonlar ham operatsiyaga keladi. Ularga ham reabilitatsiya kerak-ku, to'g'rimi? To'g'ri reabilitatsiya nimadan iborat? Mana operatsiya o'tdi, keyin nima bo'ladi? Operatsiya o'tgandan keyin Stanislav Petrovich aytib o'tgandek, bemorni qanchalik tez biz aktivlashtirsak, ya'ni shu turib yurishiga yordam bersak, shuncha bu vazni katta bemorlar uchun shuncha yaxshi nima bo'ladi. Xo'p, bunisini tushundik. Bemor ko'zini ochgandan keyin nima iste'mol qilish mumkin? Qandaydir parhez bo'ladimi? Nima yeyish mumkin yoki faqat suv ichadimi? Chunki oshqozonni 20% qolgandan keyin u yerga uncha narsa ham sig'maydi.
Ya'ni birinchi nima iste'mol qiladi? Suyuqlik iste'mol qiladi. Faqat suyuqlik. Suv, shu sho'rva, soklarni ichishi mumkin. Faqat suyuq narsani iste'mol qiladi. Ya'ni birinchi operatsiyadan keyin birinchi 2 haftasida faqat suyuq narsa iste'mol qiladi. Ya'ni o'zi chaynab yemaydi, faqat shu ichadi-da, suyuqlik. Demak, hozir mana e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Bu yerda klinikangizda davo topgan insonlarni ko'ryapmiz, to'g'rimi? Mana 163 kilogramli ayol va uni operatsiyadan keyingi ko'rinishi, shundaymi? 10 oydan keyingi ko'rinishi shu bemorimiz. Hozir vaznlari qancha bularni? Hozir 95 kilogramm. 10 oydan keyin. Demak, keyinchalik yana ozib boradilar. Ha, shu 12-14 oygacha ozadilar. Bu yerda-chi? Bu bemorimiz ham 130 kilogramm bilan bizga murojaat qilgandilar. 9 oydan keyin shu 90 kilogramm vaznga erishganlar. Bu yerda Bu bemorimiz 180 kilogramm, endi bo'ylari ham bir 2 metr edi bu bemorimizni. Shu 1 yildan keyin ular ham shu 100 kilogramm vaznga kelganlar. yana bir surat. Bu bemorimiz yosh qiz edi. Bular ham bizga Mana hozir yosh deyapsiz, gapingizni bo'laman. Yosh jihatidan necha yoshdan boshlab bariatrik operatsiya qildirish mumkin? yosh jihatidan 18 yoshdan balandga bariatrik operatsiya qilsa bo'ladi. Ota-onani roziligi kerakmi? Endi 18 yoshli Endi balog'atga yetgan hisoblanadi, lekin chunki sog'lig'i jihatidan menimcha baribir ota-ona bilan maslahatlashgan holda qilinadi endi bular. Demak, mana yoshlar ham qildirgan ekan, buni ko'ryapmiz. Endi bularni bu bemorimiz 2 oydagi natijasi edi bu. O'zi yaqinda qilgandik, bularni avgust oyida qilgandik. 2 oydan keyin -15 kilogramm, endi vaznlari ham uncha katta bo'lmagan bularni. Bularni ham 2-3 oylik natijasi bu. Mana hozir hammamiz biz teletomoshabinlarimiz yaxshi natijalarga guvoh bo'lyapmiz, hammasini ko'rib turibmiz. Lekin har qanday insonni qiynaydigan bir savol bor. Keyinchalik yana semirib ketmaymanmi? Oshqozonim yana cho'zilib ketmaydimi degan savolni albatta beradi sizga kelgan inson. Keling shu savolga ham javob berib o'tsak. Nimani hisobiga odam keyinchalik semirib ketishi mumkin? Chunki bunday bemorlarni ham ko'rganman. Odatda o'zi statistika ma'lumotlarini qaraganda 100 ta bemorni agar operatsiya qilingan 100 ta bemorni olsang, shularni 5%ida yana o'sha semirish deydi, yana shu ortiqcha vaznni olish kuzatiladi. Endi bu bariatrический operatsiya, ular bariatrik amaliyotlar bu bemorni yashash tarzini o'zgartirmaydi, bu ovqatlanishini bevosita. Shu oz yeb ariqlashini shunga nima qiladi? Endi keyinchalik bu bemorlar hayot tarzini Keling, mana oddiy til bilan aytamiz. Bu bemor o'ziga e'tibor bersa, ortiqcha ovqat yemasa, harakatda bo'lsa, kerakli vaqtda shifokorga murojaat qilsa, demak u semirmaydi. Agar bu inson o'zini hurmat qilmasa, o'sha yegandek avvalgidek ovqatini yeyaversa, avvalgidek u hech qachon yeb bilmaydi o'zi birinchidan. Lekin baribir keyinchalik yana shu tartibga qaytgan insonlarni taniganim uchun aytyapman. Bor shunday odamlar. Shu yerda aniq ma'lumot berish kerak. Menimcha ovqat kaloriyasi kaloriya jihatidan. Kaloriyasi jihatidan baland bo'lmasligi muhim bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanali Xasta bo'lmang ko'rsatuvi va biz sizdan kelgan savollar bilan davom ettiramiz. Yoshim 34 da, vaznim 120 kilogramm, oshqozonimda yara bor. Doim parhezdaman, lekin vaznim kamaymaydi. Bariatriya qildirsam bo'ladimi? Endi yaralarni qayerda joylashishini ko'rish kerak, qanaqa yaraligini ko'rish kerak tekshirishmada. Agar shuni ko'rib kelsalar, endi bularga bariatriya qilsa bo'ladi ekan.
o'shanga qarab qilinadi-da. Demak, agar o'sha yarani davolasalar, Davolab, keyin bemalol endi operatsiya qilsa bo'ladi. tekshirib ko'rib, keyin qilsa bo'ladi. qaysi qismidalik? Qaysi qismida? Oshqozondami, 12 barmoq chekda. Onam 60 yoshdalar, vaznlari 100 kilogramdan ortiq, ularga tos chanoq suyagi yemirilishi tashxisi qo'yilgan. Yaqinda bir tomonlarga endi protez qo'ydirdik. Vrachlar vazn tashlash kerakligini, shundagina endi protez ko'proq xizmat qilishini aytishyapti. Ularda bariatriya operatsiyasini o'tkazish mumkinmi? Mumkin. Ularda bariatriya operatsiyasini o'tkazish Demak, tekshiruvlardan o'tkazgandan keyin o'tkazgandan keyin bemalol bariatriya operatsiyasini qilsa bo'ladi. bariatriyaga qarshi emasman, lekin bunday jarrohlik amaliyotidan keyin ayrimlarning ishtahasi birdan yo'qolib, ovqat o'tmay qolyapti. Natijada birdan ko'p vazn ketyapti. Bu organizm uchun xavfli emasmi? Yo'q, xavfli emas. Asosan endi birdan vazn ketishiga sabab bu organizmdagi yig'nalib qolgan suvlar, ya'ni suyuqliklar bo'ladi. Xalq tili bilan atyoq. Atyoqlar, o'shani hisobiga nima vazn birdan ketgan nima qiladi. Может, вы тоже ответите на этот вопрос, Станислав, потому что человек спрашивает, что он говорит, что он не против бариартрии, но на самом деле некоторые люди очень быстро сбрасывают вес, то есть молниеносно. Я таких тоже знаю, и кажется, что человек чем-то болен. Вы еще удивитесь, как мало надо есть для того, чтобы не терять весе. Это, наоборот, самая большая проблема пациентов. Научиться питаться так после бариатрической операции, чтобы худеть. Если пациент думает, что отрежет себе кусочек желудка, прыгнет в баночку с вареньем, там, ляжет в ванну с майонезом, вес будет уходить, нет. Это изменение режима в питании. Никакая бариатрическая операция не является гарантией результата. Она помогает человеку сформировать новое пищевое поведение, новые пищевые привычки. Это инструмент, которым надо научиться пользоваться. Те пациенты, которые научились пользоваться этим инструментом, прислушиваются к рекомендациям врача, они могут худеть очень медленно. Своего брата я прооперировал 1,5 года назад, он каждый месяц сбрасывал по 2,5 килограмма, всего лишь. Но это же хорошо, потому что это же действует еще на другие органы, даже действует на кожу, чтобы не было потом прям сбросил ты и все у тебя висит. Темпы потери веса и свойства кожи, и как оно будет выглядеть, практически не связаны. Практически не связаны. Те пациенты, которые худеют стремительно, а порой получают более лучший косметический результат, потому как выглядит их кожа, чем те, которые сбрасывают медленно. И наоборот. И наоборот. Те пациенты, которые принимают коллагены, витамины, при отсутствии их надобности лечащим врачом, то есть мы не всем пациентам назначаем какую-то терапию после операции, они порой не получают никакого результата по тому, как выглядит их кожа, да, как она изменилась. Мы понимаем, что изменения уже какие-то есть. Уже есть свойства кожи, свойства соединительной ткани, дефициты коллагена, особенности обмена и так далее, и так далее. Много механизмов. Конечно же, чем выше, чем больше человек, чем больше у него индекс массы тела, но даже если он будет медленно худеть, навряд ли у него все восстановится так, как было там 20-30 лет назад. Но это меньшая из проблем. Если вы посмотрите на фотографии наших пациентов, которые оперировались, и фотографии их до и после, фотографии после выглядят как будто бы до. Человек выглядит моложе, потому что лишний вес он сам по себе старит. Ну да. И даже получив пациента через месяц на контрольный прием после операции, он только начинает путь, он еще не научился нормально питаться, у него это вызывает дискомфорт. Ты задаешь ему один вопрос. Я уже устал его задавать, потому что ответ я слышу всегда одинаковый. Я задаю один вопрос. Вы жалеете об операции? Знаете, что говорят? Жалею, что не сделал раньше. Ага. А почему тогда очень многих, ну, самый главный дискомфорт, на мой взгляд, у людей, которые меня окружают, кто прошел через это такой мой личный вопрос. На первых порах, то есть где-то 1, 2, 3 месяц их постоянно тошнит, и человек, который кушает 2 ложки, сразу бежит в туалет. Это что? Ну, повторюсь, операция – это инструмент, которая позволяет сформировать новое пищевое поведение. Если человек идет на операцию, у него нет представления о том, что у него не получится, как раньше, схватить шашлык, закинуть в рот, не жуя, проглотить и побежать по своим делам, либо же целый день не есть,
а вечером прийти у кастрюли и попытаться восполнить все свои энергетические потребности, которые ты потратил, да, съев ведро того, что приготовил, так больше не получится. И если пациент это нарушает, по-прежнему питается один раз в день, по-прежнему плохо жует, делает короткие промежутки между глотками, у него появляются те жалобы дисфагии, о которых вы сказали. И, как правило, такие пациенты хуже худеют. То есть, если обратить внимание, практически у каждого хирурга есть свои телеграм-группы с пациентами, у нас тоже есть такая взаимопомощь, где пациенты общаются, друг другу подсказывают, как правильно перестроить свое пищевое поведение. Можно, проанализировав чат и жалобы, понять, что, во-первых, результаты всегда разные, хотя руки вроде бы одни и те же делают операции, а во-вторых, самые плохие результаты у тех пациентов, у которых больше всего жалоб. По одной простой причине – они ничего не хотят менять. Повторюсь, операция не гарантия, это инструмент. Чем раньше пациент научится им пользоваться, тем меньше у него будет жалоб и лучший результат. Наша задача хирурга, эндокринолога, психолога подсказать, как правильно пользоваться этим инструментом и получать удовольствие. Благодарю. Еще один вопрос. Bariatriya operatsiyasi keyinchalik onkologiyaga olib keladi degan gaplarni eshityapmiz. Bu qanchalik rost? То есть возможно ли, что после бариатрической операции у человека появится онкология, связанная именно с этими органами? То есть это желудок и кишечник. Эти вещи не взаимосвязаны, но однако в мире публикуется достаточное количество статей в Российской Федерации, когда у пациентов, к примеру, после бариатрического вмешательства чаще встречается рак толстого кишечника. Мы в кулуарах об этом обсуждали только что. Почему чаще? Потому что ожирение само по себе является стартом ряда онкологических заболеваний. Это не только рак толстого кишечника. Для женщин актуальная проблема – это опухоли женской репродуктивной системы. И, само собой, если эти механизмы запущены до операции, и опухоль сформировалась и развивалась после операции. А человек об этом не знал? А человек об этом не знал, а на скрининговых методах исследования выявлено этого не было. А выявить опухоль у человека, который весит 250 килограмм толстого кишечника, либо каких-то других органов, достаточно сложно. Собственно говоря, поэтому и появляются декомпенсированные формы, запущенные формы. Поэтому вещи это не взаимосвязаны, это наоборот, бариатрическая операция, она позволяет избавиться от этих рисков. Благодарю. 5 daqiqa vaqtimiz qoldi va tezroq javob berishga harakat qilamiz. Glukoza darajasi 25-30 ga oshgan odamga bariatrik jarrohlik qilsa bo'ladimi? Oshqozon kestirilgandan keyin yana o'z holiga qaytadimi? Glukoza miqdori, demak bu qandli diabet bilan bemor kasallangan. Biz boya aytib o'tdik, qandli diabetni davolash uchun ham bu operatsiyalar qo'llaniladi. Ikkinchi qismi oshqozon kesgandan keyin o'z holiga qaytadimi? Yo'q. Qandli diabetni qaysi darajasida bariatrik jarrohlikni o'tkazsa bo'ladi? Deyarli shu savolni davomi. Ikkinchi tip qandli diabet, ikkinchi tip davolash uchun yo'q, qo'llaniladi. endi mana aytyaptilarki 25-30 ga oshgan deyaptilar. Uni darajasi tushirilib keyin qilinadimi yoki o'sha darajada ham qilsa bo'ladimi? Yo'q, bu siz hozir bular savol beryaptilar. Qondagi qand miqdori balandligi haqida. Qandli diabet tipi turi bu alohida mavzu. To есть bu alohida kasallikni turlari haqida gap ketyapti. Qondagi qand miqdorining baland bo'lishi qandli diabetning qaysi tipligini belgilamaydi. Yo'q, siz meni tushunmadingiz. Mana ikkinchi darajali qandli diabetda mana qand miqdori oshgan. Tushirish kerakmi yo o'sha paytni o'zida qilsa bo'ladimi? Endi bu operatsiya oldi tayyorgarligi davrida tor mutaxassis, ya'ni endokrinolog tomonidan nazorat qilinadi. Lekin o'zi umuman ushbu holatni davolash maqsadida aynan operatsiyani o'ziga ko'rsatma bo'ladi. Tushunarli. Operatsiya qildirmasdan ballon yutish orqali ham ozish mumkin deb eshitganman. Bu qanchalik rost? Endi bu ballon yutish bu predoperasionniy podgotovka uchun o'ylab topilgan metodda o'zi. Ya'ni sverhojireniya deydi, vazni juda katta bemorlarni boshida shu ballon yuttirib, keyin ikkinchi etapida operatsiya bajarish
hisob to'g'ri Lekin bo'lgan. odamlar buni Lekin odamlar alohida deb o'ylashadi. alohida deb o'ylashadi. Bu operatsiya turiga kirmaydi, bu endoskopichеский metod. Yana aytib o'taman, bu просто предоперационный подготовка uchun o'ylab topilgan metod bu aslida. Tashakkur. Oshqozon jarrohlik amaliyotini o'tkazganman. Demping sindromi bo'lyapman. Ovqat yegandan yuragim o'ynaydi. Qanday maslahat berasiz? 70 yoshli bemor. Oshqozon ichak tizimida o'tkazilgan operatsiyalardan keyingi rivojlanadigan funksional holatdagi asoratlar hisoblanadi. Bularni o'zini klinik ko'rinishlari bo'yicha, davolash standarti bo'yicha tavsiyalari mavjud. Menimcha jarroh shifokorga Bu murojaat asosan qilsa, bu texnический tarafiga qaraladi. Operatsiyaning demping sindrom bo'lishi texnический jihatiga qaraydi. Ya'ni demping bu o'sha shuntlash operatsiyalarida bo'ladigan asoratning bir turi hisoblanadi. Bu yerda texnический tarafiga qaraganda bu anastomozni razmeriga qaraladi. Ya'ni o'sha ichak oshqozonni, kichaltirilgan oshqozoni kelib ulangan qismida, ya'ni ovqat oshqozonda turmay ichakka o'tib ketadi. Tushunarli. Tashakkur. Bizda reklama azizlar. Undan keyin ko'rsatuvimizni yakuniga guvoh bo'lasiz. Xalqaro Surjimet klinikasi mamlakatimizdagi yirik klinikalardan biri bo'lib, o'z faoliyatini 3 yildan beri Xorazm viloyatida xalqimiz salomatligini tiklashda o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Surjimet klinikasida barcha yo'nalishlarda yurtimiz vrachlari bilan bir qatorda Rossiya va Qozog'istonlik vrachlar xalqimiz salomatligini tiklashda yelkama-yelka ishlab kelishmoqda. Surjimet klinikasida Yevropa standartlari asosida yangi operatsiyalar va davo muolajalari tatbiq qilib kelinmoqda. Klinikamizda siz urologik, ginekologik, xirurgik, travmatologik va ortopedik, neyroxirurgik, onkologik, otorinolaringologik, stomatologik, plastik jarrohlik, qon tomiri jarrohi, kardiologik, nevrologik xastaliklar bo'yicha operativ va konservativ davo muolajalarini qabul qilishingiz mumkin. Bizning klinikada tibbiyot turizmi orqali yiliga 100 dan ortiq chet el fuqarolari ham har xil turdagi tibbiy yordam olib kelishmoqda. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz mana o'z yakuniga yetib boryapti. Bugun biz Surjimet klinikasi mutaxassislari bilan bariatrik operatsiya haqida suhbatlashdik. Operatsiyani afzal tomonlarini va ba'zi bir noxushliklari haqida ham to'xtalib o'tdik va o'ylaymizki, agarda siz mana shu operatsiyani qildiraymi, qildirmaymi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, sizda bor savollarga bugun javob topdingiz. Biz esa mutaxassislarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Katta rahmat, благодарим, что вы сегодня приехали к нам на передачу. Azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Ertaga to'g'ridan-to'g'ri efirda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.